Assalomu alaykum qadrdonlar, mana qaynoq joyidan Xumdongacha hozir yuklanib chiqib ketdi hamma mashinalar. Ko'rib turganlaringdek ranglari atrofli holatda, razmerlari standart bo'lgan Bag'dod pishgan ishlari. Sho'rlamali darajasi yuqori bo'lgan, sababi bizda adir yo'q. Ko'rib turganlaringdek adir yo'qligi uchun men urib qo'ygan ishlarimizdan xudo xolasa shukur chiqqani yo'q. Eslatib o'tamiz, zavod egalaridan zavod o'zimizga texnikalar yetkazib berish vodiy bo'ylab eng ozi 3000 ta 5000 ta olib mana razmerlari, ranglari xudo xolasa o'ta mustahkam, sanoatga uqalanmasligi garantiyalari bor Bag'dod pishgan ishlari. Zavodimizda 730 so'm narx qo'yganmiz, vodiy bo'ylab kelishilgan narxlarda yetkazib beramiz. Aloqaga chiqib ko'rasizlar.